Toshkentda bir dona bo'lgan uyi sizlar bilan birgalashib ko'rib chiqamiz. Yaxshilab joylashib, bitta like bosib qo'yinglar. Mana qaranglar, high-tech shinavandalari uchun bundan zo'r variant bo'lmasa kerak. 8 sotuvli, juda chiroyli, 3 etaj, spa zona deysizlarmi? Xullas, bu uyda yo'q narsani o'zi yo'q. Menimcha mebellarni o'ziga bir 2-3 ta taxo kirib ketgan, smel ayta olaman. O'zingizlar yaxshilab oxirigacha ko'rsanglar, o'zingizlar bitta baho berasizlar. Xo'p, har doimgidek tashqari tarafdan boshlab ko'rsataman. Bu uyimizning mana asosiy darvozasi, marhamat, asosiy darvozasi turibmiz. Bu yerda mana shunaqa landshabniy zonani ko'ryapsizlar, juda ham keng landshabniy zona. Biz asosiy darvozadan kirayotgan. Bu yerda mashina uchun parkovka qismiga ham o'tib ketsa bo'ladi. Uyimiz 3 etaj, yer maydoni 8 sotuv, turgan joyimiz esa Mirzo Ulug'bek rayoni Nikitina mahallani bilmagan odam bo'lmasa kerak, mana shu mahallada hashamatli uyni sizlar bilan birgalashib ko'rib chiqamiz. Mana qaranglar, yozgi oshxona bo'lsa, mana shunaqa bo'lsin-da. Qaranglar, hamma joyi teplый pol, ham dekoratsiyaga gap bo'lishi mumkin emas. Ayollarimiz uchun barcha sharoitlar, ya'ni qozon, o'choq, mangal, hamma sharoitlar hammasi tosh. Mana bu yerda oila davrasida o'tirish uchun joylar qilib qo'yilgan. Mana qaranglar. Mana shu mehki zonada qaranglar, qishda zo'r joy qilib qo'yishgan hamda. Juda zo'r joy, katta televizorlarni qo'yib qo'yilgan va bu yerdan uyimizning ichiga ham kirib ketsak bo'ladi, lekin men sizlarni asosiy kirish qismidan olib o'taman. Hovlimiz uchun ajratilgan sanuzel. Qaranglar, hovli uchun ajratilgan sanuzelga shuncha mehr bo'lsa, uyi u yog'ini ko'raverasizlar. Oxirigacha ko'rib bitta like qizartirib qo'yinglar. Va bu esa bizani parkovka qismi. Qaranglar, bemalol 3-4 ta taxo bo'lsa ham sig'ib ketadi. Tashqari tarafda ham bemalol yetarlicha joylar mavjud. Bu yoqqa keladigan bo'lsa, bitta ko'rishinglar mumkin. Pastga spa zonaga tushib ketamiz va bu yerda agar охранникlar bo'lsa, joylar, sharoitlar qilib qo'yilgan. Ana endi tayyor bo'lsanglar, uyimizni to'liq video obzorini qilishda davom etamiz. Qani ketdik. Bu esa bizning uyimizga kirib kelish qismi. Kirishimizda mana shunaqa razделённый oynalar qo'yilgan va garderobniy va bittada sizlarning e'tiboringlar mana shu hol tortadi. Qaranglar, qanaqa chiroyli hol, gap bo'lishi mumkin emas. Mana qaranglar, patolog necha metr, o'zingizlar kommentariyada bitta yozib ketinglar. Shu mana pastdan boshlab tepagacha onyx tosh qilingan va mana bu sizlar o'ylashingiz mumkin elektronli kamin deb, yo'q, bu haqiqiy rostakazim olovda istalgan kamin bo'ladi. Juda ham chiroyli. Mana bu yerda ham onyx toshlari ishlatilgan. Holni qaranglar, qanaqa katta, keng qilingan. Oila davrasida maza qilib o'tiradigan joy bo'lgan. Bu yoqqa keladigan bo'lsa, mana marhamat, hozirgi setlarni yoqib ko'rsatib beraman. Bu yerda oshxonamiz bo'lyapti. Oshxonamizni ham ko'rasizlar, juda ham akkuratni qilingan. Ayollarimiz ko'proq vaqtini o'tkazadigan, hammasi mana gaz plitalarigacha elektronli qilingan, juda ham brendoviy, qimmat va eng sifatli narsalar ishlatilgan. Qaranglar, bu yoq tarafda mana shunaqa skriti eshiklar qilingan. Bu yoq to'g'ri podvalga olib tushadi. Podvalimizda garderobniy taxlangan. Bu birinchi podval, narigi podvalda hozir o'zingizlar ko'rasizlar. Ko'rasizlar, tosh qilingan, hammasi mana. Hammasi patsentniklar bilan qilingan. Bu yoqda qaranglar, oyna deyishinglar mumkin, hammasi mana garderob. O'zingizlar bitta baho berasizlar va gastivoy sanuzelga qaranglar, juda ham chiroyli qilishgan. Shaxsan menga juda ham yoqdi. Даже sanuzelgacha tosh elementlarini ishlatishgan. Juda chiroyli. Xo'p, bu yerda yana bitta kichkinagina kladovkacha bo'lyapti va birinchi yotoqxonamiz. Qaranglar. Birinchi garderobnisi mana o'zingizlar bitta baho berasizlar. Kirganda bittada odam ko'ziga tashlanmaydi, lekin mana shu shunday otsanglar, katta keng garderobniy bo'lyapti. Bu birinchi garderobnisi. Qani bitta o'zingizlar baho berasizlar. Mana yotoqxonamiz. Yotoqxonamizning orqasida mana shunaqa polchikalar bor, shkafchiklar bor va qaranglar. Bu yoqda ham mana shunaqa va bu yoq tarafda ham mana shunaqa kenggina garderob. Bitta yotoqxonada naqd ikkita katta garderob. Bunaqasi har doim ham ko'rurmisizlar va bu yoqda ham tosh elementlari ishlatilgan. Sanuzel bo'lsa, bu yoq tarafida mana shunaqa marhamat dushovoy kabinani ko'rishinglar mumkin. Juda chiroyli, tanlov qilingan, juda chiroyli. Hamma narsa juda sifatli qilingan. Bu yoqda har bitta xonada aytib o'tgan 3 etaj полностью теплый pol va illiqlikni, xonani haroratini mana shu datchik orqali boshqarsangiz bo'ladi. Har bitta etajda Wi-Fi pol tepada o'rnatilgan. Ana endi sizlar bilan ikkinchi etajimizni ko'rib chiqamiz. Uyimizni qaraylik, ikkinchi etajga chiqar ekanmiz. Shundoq mana hamma joy ko'rinib turibdi. Ikkinchi etajimizdan
videoda o'zingizlar bitta baho berasizlar. Qaranglar, hozir men sizlarga oxirigacha ko'rib tursanglar, bitta xonani ko'rsataman, o'zingizlar bitta baho berasizlar. Ikkinchi etajimizning birinchi yotoqxonasi ko'ryapsizlar. Kengina, kattagina, o'zining ichida sanuzellargacha akkuratni qilingan. E'tibor bersanglar, hamma joyida tosh elementlari ishlatilgan. Yotoqxonamizni ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli. Oynalari va aytib o'tgandek, bu yerda ham terrasasi bor, kichkinagina. Hozir oxirigacha ko'rdik, juda ham qiziq bo'ladi. Ana endi sizlar bilan narigi xonalarni ham ko'rsataman. O'zingizlar ko'rib bitta baho berasizlar. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, bizning ikkinchi etajimizda uchun ajratilgan mana shunaqa yana bitta yotoqxona o'zining ichida sanuzellar bilan birgalikda. E'tibor bersanglar, har bitta sanuzelda mana shunaqa oynasi bor. Har bitta sanuzelda juda ham chiroyli, juda ham keng. Bu yerda mana bekitilgan garderoblargacha o'zingizlar bitta baho berasizlar. Juda ham akkuratni ish qilishgan, juda ham o'z ishini ustalari. Bu yoqqa keladigan bo'lsa, qaranglar, koridorga qaranglar, kattalik. Endi bunaqa uyda turgandan keyin kech payt qorni ochib qolish bor. Pastga asnoviy oshxonaga tushmaysizlar. Mana sizlarga mini oshxona. Qaranglar, juda ham chiroyli. Va aytib o'tgandek, uyimizning eng katta xonasi. Bitta shu joyda like bosib qo'yinglar, agar yoqsa, qani bismillah. Yotoqxonani biri bo'ladi, mana. Qaranglar. Yotoqxonani rosa kasimi bo'ladi. Mana shu yerda o'tirib televizorlar ham bor. Kitob o'qiyman desa, joylagacha bor. Mana garderobni esa birinchi xonasi ko'rishingiz mumkin. Garderobni shuni yonida marhamat sanuzel. Sanuzellar ham kattaligiga bitta baho berasizlar. Bu yerda vannalar qo'yilgan. Mana yotoqxonani o'zini ko'ryapsizlar, juda ham keng qilingan. Mana shu rakursdan bitta olib bersanglar, juda ham chiroyli. Shaxsan menga juda ham yoqdi va qaranglar. Mana shu yerda shundoq verandaga chiqib ketsak bo'ladi. Qani bismillah. Mana verandani qaranglar. Qishin yozin o'tirsanglar bo'ladi. Bu yoq полностью теплый pol qilingan. Shaxsan menga juda ham yoqdi. Niyat qilinglar, inshaalloh bitta like bosib qo'yamiz. Hammamizga mana shunaqa uylarda yashashlik nasiba ro'z aylasin. Endi qolgan podvaliga tushib, podrobniy ko'rsatib beraman, chunki podval juda ham ko'p xonalari bor. Prachniy xonasi bor. 5-6 ta xonalar bor. Endi bunaqa uyda katta uyda turgandan keyin обязательно ko'p xona bo'ladi. Va asosiysi bu yoqda spa zona. Spa zonani o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Niyat qilib inshaalloh bitta like bosib qo'yamiz. Hammamizga mana shunaqa faizli xonadonlar nasiba ro'z aylasin. Agar sizlarga bu uyimiz yoqqan bo'lsa, kimga bu uy ravo ko'rsangiz, o'sha insoningizga tez jo'natib qo'ying.